Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni uzoqni kuzatib qo'yayotgan aziz do'stlar. Do'stlar, mana bugun 2025-yil 29-aprel Namangan viloyatining Buroq tumani bir inson uyida beton qo'yyapmiz. Havoning go'zalligini qaranglar. Mana shabada esitib turganlaringdek. Mana kecha anaqa setka palatkalardan qo'yib qo'ydik. Uzun tokchi ustiga, uzun so'rin ustiga mana juda ham salqin qilib ko'rib turganlaringdek do'stlar, mana. Havo zo'r bo'lyapti-da, havo.